Assalomu alaykum bag'rikeng inson. Biz pastdagi kalyanxonada ishlaymiz. O'pkamizga kalyan tutuni to'lgan ekan. Doktorga borgandik, siz yuzda toza havo borligini aytgandi. Bir kunga yashab tursak bo'ladimi? Yo, mayli. Savob uchun. Mayli, kiringlar. Rostdan, rahmat. Kel. Hozir kim u? Yo. Bag'rikeng inson. Men shu mahallani faol, faxriy alkashlaridanman. Tanidim. Barakallah. Xullas doktorga borsam, toza havo kislorod oling deb sizni uyingizga jo'natdi. Chunki bir kunga qolishim kerak ekan, toza havo olish uchun. Mani uyimda kislorod bormikan? Shunday. Mumkinmi? Kir. Bir kun faqat. Hozir. Assalom bag'rikeng inson. Kimsan? Men konchiman. Bilasiz, konda chang juda ham ko'p yashab bo'lmaydi. Doktorga borsam sizning uyingizda toza havo bor dedi. Bir kun yashay aka. Koncha. Kir. Rahmat. Oo, havoni zo'rligini. Kir mana yoqqa. Alo doktor. Tez mana yoqqa yetib kelasan. Nima qilyapsan sen meni uyimga odamni yig'ib? Tez mana yoqqa yetib kel. Mana yoqqa kelsan. Mana qara. Bitta alkash, bitta konchi, ana bitta kalyanchi. Doktor rahmat, toza havoda mazza qilib yashayapsiz lekin. Adush. Sen nima meni uyimga odamlarni jo'natyapsan, ha? Toza havo bor deb. Uyingizda toza havo borligi uchun jo'natyapti. O'zi nima qilib toza qilyapsiz uyingizni? Men elektro havo tozalagichni qo'yganman. Shuning uchun uyimning havosi toza. Hozir mana ko'ryapsan, har xil changlar, bakteriyalar bor. Hammasini bu yo'q qiladi. Allergiyasi borlarga ham mazza, allergiyasini ham yo'q qiladi. Uyingda mazza qilib tiniqib yotasan. Buni borki mana sen ishxonaga qo'ysang bo'ladi, maktab, bog'chalarga ham qo'ysa bo'ladi. Foydasi juda katta. Keyin menga qara, meni uyimga odamlarni jo'natmada, o'shalarga ayt, shunaqa apparat sotib olsin. Keyin mazza qilib ular ham uxlashadi. Ha, to'g'ri aytasiz lekin. Shuni aytaman endi. Qara, yana kimdir keldi, yurda. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Biza keliningiz bilan Maldivga ketayotgandik. Zo'r qishlar maladish. Ha, yo'q, tur kompaniyadagilar nima qilasizlar u yoqda? Shu yerda ham zo'r toza havo joy bor deb sizni uyingizga jo'natishdi. Qanchaga? Shu asaloy o'tkazishga bir hafta. Endi meni uyimda toza havo borlikka borur, lekin dengiz bilan anu basseyn yo'q. Sizlarga baribir plyaj kerak bo'ladi. Bilamiz. Yangi safar kelsanglar dengiz qilib qo'yarman. Qo'shni uyda yo'q, ha? Unikida suv ishlamaydi tualetini. Ha, nima qilsa bo'ladi aka? Nima qilsang qil, meni uyimda qilma, bor yo'qol. Bo'ldim devana,